Assalomu alaykum, xayrli kun. Men Feberlik firmasida ishlayman. Xo'p, bizada Feberlikda shunday shampunlarimiz borki, Feberlikka asos solingandan beri 20 yildan beri mana shu shampunlar haligacha sotuvda. Bu Черный Тимин qora sedanali shampun, qora sedana asalli shampunlar, bilasizlar, bu lechebniy davolovchi shampun hisoblanadi. Bularning barchasini xususiyati sochingizni to'kilishini oldini oladi. Asalli shampunimiz mustahkamlab beradi. Mana bu Черный Тимин esa sochingizni to'kilishini oldini olib, o'sishini rag'batlantirib beradi. Ikkita farzandli bo'lganimdan keyin menda soch to'kilishi boshlandi. Mana shu shampundan ishlatdim hamda natijasini ko'rdim. Juda ham yaxshi bo'lgan shampunlarimizdan bittasi. Xuddi mana shu shampunlarimizni bizada mana bunaqa gel для dushasi bor, qulupnayli, juda ham zo'r, hamda smoradina bor bizada. Hamda yana bir qancha aloe va boshqalari bor. Tavsiya qilaman, olib ishlatib ko'ring, mazza qilib ishlatasiz. Barchasida halol sertifikati bor, organizmingiz uchun nojo'ya ta'siri yo'q.